Dunyoning g'araz niyatdagi insonlar endi futbolga hujum qilishyapti. O'zlarining jirkanch ishlarini futbolchilarning futbolkalariga, hatto ularning sardorlik bog'ichlariga va turli xil reklamalari orqali o'zlarini shu yo'l bilan ko'rsatib kelmoqda. Albatta LGBTni targ'ib qilayotganlarga juda ko'p futbolchilar qarshi. Agar futbolchilar bu ishni qilishmasa, maydonga tushirmasdan zaxirada qolasan deb tahdidlar ham qilishgan. Muhammad Salah: agar futbolkamga LGBT ramzi tushirilsa, men futbolda o'ynamayman. Cristiano Ronaldo: bu g'irt masxarabozlikning o'zi, bu ishni to'xtatish kerak. Zlatan Ibragimovich: futbolni faqat erkaklar o'ynaydi. Agar LGBTni targ'ib qilmoqchi bo'lsangiz, men boshqa jamoaga ketishim mumkin. N'Golo Kante: men hech qachon bu ramz bilan maydonga tushmayman. Sadio Mane: futboldagi bu jirkanch reklamalarni yo'q qilishimiz kerak. Neymar: siz LGBTni targ'ib qilyapsizmi? Demak, siz to'g'ri yo'lda emassiz. Vardy Leicester City'da sardorlik qilayotgan vaqtida LGBT ramzi tushirilgan sardorlik bog'ichini taqmayman degan. Hatto gol urganda ham burchakdagi bayroqni borib sindirib tashlagan. Ha, haqiqiy futbolchilar mana shunday bo'lishi kerak.